Saodat yillarining birida Fatima-i Zahra radhiyallohu anha juda go'zal bir qizni dunyoga keltirdi. Bu vaqtda Ali ibn Abi Talib uzoqroq yerda edi. Rasululloh alayhissalom qizining ko'z yorganini eshitib Fatimaning uyiga keldilar. Qizini juda yaxshi ko'rardi. Eson-omon qutulgani bilan tabriklab, taskin beruvchi so'zlarni aytdi. Yaxshi niyat bilan chaqaloqqa xolasi Ummu Kulsumning nomini qo'ydi. Rasululloh alayhissalom sharafli qo'llarini go'dak ustida yurgizib, bu qizni muborak bo'lishini so'rab, Allohga duo qildilar. Ramazonning 22-kuni tarixdagi saodatli ayollar silsilamiz davom etadi. Safardan qaytgan Ali zavjasi bir qiz tuqqanligi va chaqaloqqa bobosi Hazrati Muhammad alayhissalom tarafidan ism berilganini eshitib juda sevindi. Kunlar, oylar o'tgan sari qizaloq o'sib ulg'ayib, go'zalligi ham ortib borardi. 10 yoshga yetmasdan bobosi Muhammad alayhissalom vafot etdilar. Ummu Kulsum bobosining vafotidan eng ko'p iztirob chekkanlardan biri bo'ldi. Ummu Kulsum radhiyallohu anha hayotining ilk bahoridayoq juda fasih va baligh gapirardi. Shu bilan birga yosh bo'lishiga qaramay quvvatli iymon sohibasi edi. Uning axloqiy vasflari va fazilatlari xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu quloqiga yetib keldi. Hazrat Umar anchadan beri Rasulullohga kuyov bo'lish orzusi bilan yurardilar. Shu bois Ummu Kulsumning qo'lini so'rash uchun qulay fursatni poylay boshladi. Umar ibn Xattob musulmonlar o'rtasida sodir bo'lgan muammolarda ko'pincha Ali radhiyallohu anhu hukm chiqarishini so'rardi. Chunki Ali ibn Abi Talib fatvo berishdagi bilimdonligi va fiqh borasidagi chuqur ilmiga ishonardi. Bir kuni navbatdagi masala ko'rib chiqildi va Ali ketmoqchi bo'ldilar. Umar uni to'xtatib, "Senda xususiy bir ishim bor edi, yo Ali", dedi. Hamma tarqalgach, ikkovlar o'rtasida quyidagi suhbat bo'lib o'tdi. Umar ibn Xattob dedi: "Ali, bu gaplarni senga zo'rg'a aytyapman. Agar rozi bo'lsang, Ummu Kulsum, qizingni menga nikohlashingni so'ramoqchiman", dedi. Shunda Ali: "U hali yosh yo mo'minlar amiri. Keyin siz bilan uning yoshi", dedi va jim bo'lib qoldi. Ya'ni Ummu Kulsum voyaga yetgan, ammo siz va uning yoshida katta farq bor demoqchi bo'ldi-yu, bu gapni aytmadi. Nega aytmadi? Chunki Umarul Faruq sovchi bo'lyapti. Payg'ambar alayhissalom Umar haqida "Agar mendan keyin nabiy bo'lsa, u Umar bo'ladi" deya maqtalgan odam sovchi bo'lyapti. Ali ibn Abi Talibga ham bu taklif yoqyapti. Umardek kishini o'ziga kuyov qilish katta sharaf axir. Ammo qizi bunga nima deydi? Umar ibn Xattob qattiq turib oldi. "Yo Ali, uni menga nikohla. Yo Ali, Allohga qasamki, uning suhbatini menchalik orzu qiladigan hech kim yo'q. Men Rasulullohdan qiyomat kuni mening nasabim va aqrabolarimdan boshqa nasab va qarindoshlik kesikdir deb aytganlarini eshitganman. Islomga kirish va qizimni Allohning rasuliga berish bilan u zotga qarindosh bo'ldim. Bu qarindoshlikni uning naslidan qiz olib, kuyov bo'lish bilan mustahkam qilishni orzu qilardim", dedi Umar roziyallohu anhu. Ya'ni Umar ibn al-Xattob yosh qizga nafs istagida yoki chiroy uchun emas, sharaf uchun uning qo'lini so'rayotganini tushuntirdi. Shunda Ali: "U holda qizimdan so'ray. Rozi bo'lsa sizning oldingizga yuboraman. Agar ikkingiz ham rozi bo'lsangiz va ma'qul kelsangiz, uni sizga nikohlab beraman", dedi. Bu suhbatdan so'ng Ali ibn Abi Talib uyga ketdi. Uyga kelgach, qizlari Ummu Kulsumni chaqirdi. Unga bir xirqani berib shunday dedi: "Bu xirqani mo'minlarning amiri Xattob o'g'li Umarga olib bor qizim, va unga otam sizga aytgan xirqa mana shu ekan degin", dedi. Ummu Kulsum xirqani olib Umar roziyallohu anhu ning huzurlariga keldi. Izn so'rab ichkariga kirdi va otasi tayinlagan gaplarni aytdi. Ummu Kulsum radhiyallohu anha asl ko'zlangan maqsadni bilmasdi. Ya'ni bizni tilda aytganda uchrashuv marosimi. Biz hozir shuni ham katta marosim qilib o'tkazyapmiz-ku, ana shunday oddiy uchrashuv. Shu bahona ikki taraf bir-birini ko'rib oladi. Umar ibn Xattobning ko'zlari sevinchdan porlab: "Xudo seni asragur. Otangga meni qabul etganimni, rozi bo'lganimni, xirqa menga yoqqanini ayt", dedilar. Ko'ryapsizmi? Madaniyatning cho'qqisini ko'ryapsizmi? Hozirgi yoshlar uchrashuvda bir-biriga aytgan so'zlarni ancha-muncha xotin ham uyaladi bir-biriga aytgani. Avval otalarimiz, buvilarimiz ham shunday uchrashgandilar. Ummu Kulsum uyga qaytib keldi. Otasi Ali unga sekin vaziyatni tushuntirdi. Ummu Kulsum oqila, turmushga chiqishda nimalarga qarash kerakligini yaxshi biladigan qiz edi. Xalifa, jannat bashoratini olgan asharai mubashsharaning bittasi. Islom tarixidagi eng adolatli kishi. Bobosini qiyin paytda quvvatlagan zot Umarga yo'q deydimi? Ummu Kulsum ham rozi bo'ldi. Umar roziyallohu anhu masjidga yugurib bordi. Kibor sahobalar yig'ilgandan so'ng:
menga saodat, baxt tilamaysizmi? Meni tabriklamaysizlarmi dedi. Kimga uylanyapsiz yo Amirul Mo'minin deb so'radilar. Abu Talibning o'g'li Alining qizi Rasulullohning nabirasi Ummu Kulsumga Rasulullohga kuyov bo'lish sharafiga yetdim dedi. Majlisga yig'ilganlar Hazrat Umarni tabriklab, unga xayr va saodat tiladilar. Ummu Kulsumga Hazrat Umar 40 ming dirham mahr berdi. Umar roziyallohu anhuning orzusi bir ayolning eri bo'lish, shahvatini qondirish emasdi. Aksincha, u juda ulug', sharafli g'oya va maqsadni ko'zlagan edi. Ummu Kulsum mo'minlarning amiri Umar ibn Xattobning xonadonlarida itoatli, vafodor zavja o'laroq yashadi. Hazrat Umarning shiddati oila ehtiyojini ta'minlashda va musulmonlarga ularning moliga nisbatan juda ehtiyotkorligi bilan mashhur edi. Ummu Kulsum ham mustahkam iymon va axloq sohibasi edi. Shu sababli Umarning ahvolini juda yaxshi anglar, har bir vaziyatdan rozi bo'lib, hech qachon nolimasdi. Umar ibn Xattob shahid etilganida Ummu Kulsum qattiq iztirob ichida qoldi. Ummu Kulsum roziyallohu anha hayotida 3 marta katta sinovga duch kelgan. Eri Umar shahid qilindi. Sal o'tib otasi Ali shahid qilindi. Sal o'tib akasi Husayn shahid qilindi. Bir kuni Ummu Kulsum otasiga suiqasd uyushtirilgani haqidagi sovuq xabarni eshitdi. Otasining huzuriga keldi. Otasi Ali radhiyallohu anhu vujudlarga tarqalgan zahar ta'siridan hushsiz yotardi. Qotil Abdurrahmon ibn Muljam tutilib, qo'llari bog'langan holda olib kelingandi. Ummu Kulsum otasini cheksiz darajada sevardi. Otajon, otamga hech narsa qilmaydi. Ey Allohning dushmani, Alloh sen razilni rasvo qilsin. Meni otamni, Rasulullohning kuyovini, Ashara-i Mubashsharaning bittasini, musulmonlar xalifasini nima qilib qo'yding dedi. Shunda Ibn Muljam, sen kim uchun yig'layapsan? Bu kofir. Tog'ut uchun bekorga yig'lama. Vallohi men bu qilichni 1000 dirhamga oldim. 1000 dirhamga zaharladim. Shu qadar zaharladimki, agar bu qilichning zarbasi butun Misr xalqiga urilganda hech kim sog' qolmasdi, dedi Xudo urgur Xavorij. Ibn Muljam yana shunday degan: Men qiyomat kuniga borsam, Alloh mendan nima amal qilding deb so'rasa, sen uchun Alini o'ldirdim deb aytaman, dedi. Xudoning elchisi Payg'ambar alayhissalomning o'zi guvohlik berib, Ali jannatda deb tursa, bu Xavorij shu gapni aytayapti. Xavorijlarning davomchilari hozir ham bor, ehtiyot bo'ling. Hazrati Ali zahar ta'siridan vafot etdi. Ummu Kulsumning ko'z yoshlari seldek oqdi. Bu voqeadan so'ng musibatlarning keti uzilmay ustma-ust kela boshladi. Biroq Ummu Kulsum bu alamlarga jasorat va matonat bilan chidadi. Ummu Kulsum radhiyallohu anha umrining oxirigacha haqqa bo'lgan sadoqatidan aslo ayrilmadi. Pokiza, mo'mina holda Allohga yo'liqdi. Mavzu so'ngida bir mulohazamni aytmoqchiman. Hozir e'tibor bersangiz, filmlarda shunday sahnalar ko'rsatiladiki, qiz ota-onasi topgan yigitga turmushga chiqsa, baxtqaro bo'lib, hayotizdan chiqib, ajrashib keladi. Keyin qiz o'zi topgan yigitga turmushga chiqsa, baxtli, saodatli bo'lib yashaydi. Qarang, bizni qanday chalg'itishyapti. Axir Alloh va Rasuli ota-onangga itoat qilgin, shunda oxiratda ham va shu dunyoning o'zida ham saodat topasan. Senga saodatning barcha eshiklari ochiladi deb tursa, qanday qilib ota-onasiga ishongan, ularning ra'yiga qarshi chiqmagan, ularni rozi qilgan qiz baxtqaro bo'lishi mumkin. Qizlar, muslimalar, singillarim, ota-onaga quloq tutavering. Sizni 18 yil, 19 yil ko'z qorachig'idek asrab, oqibatda sizni baxtqaro bo'lishingizni xohlaydimi? Axir sizni uzatayotganda ularning qalblari qanchalar tilka pora bo'lishini siz tushuna olganingizda edi. Ota-onalar ham Ali ibn Abi Talibdan o'rgansinlar. Avval qizimdan so'ray, rozi bo'larmikin deyishni ham bilish kerak. Ummu Kulsum radhiyallohu anhoning hayoti buning yaqqol misolidir.